Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. 30 yoshni qarshi olgan aktyor Shohrux Hamdamov 7 oy avval hammaga oshkor qilmasdan yashirincha uylangani, turmush o'rtog'i aktrisa yoki yo'qligini, bolaligi qanday o'tgani haqida so'zlab berdi. Onam ko'pgina aktrisalarga uylanmaysanmi deganlar. Ular albatta o'zlariga qaragan mashhur va bir-biridan chiroyli aktrisalar edi. Ularga uylansam bo'lar edi, lekin har bir insonning o'zini insoni bor. Men aktrisaga emas, Qo'qonlik 19 yoshli qizga yaqinlarim bilan oddiygina to'y qilib uylandim. Boshqa mashhur insonlar kabi to'yimni konsert qilib mashhurlar bilan o'tkazsam bo'lar edi, lekin hammaning o'zini xohishi bor. Men hattoki to'yimni o'z Instagram sahifamga joylamadim. Ayolimni boshqa insonlar ko'rishini xohlamayman, lekin afsuski, menga begona bo'lgan insonlar shaxsiy to'yimni, video va suratlarini ijtimoiy tarmoqlarga tarqatishdi. Uylanganimdan so'ng hayotimda u darajada o'zgarishlar bo'lgani yo'q. O'zingdan anchagina kichik qizga uylanyapsan, endi qiyin bo'ladi. Bir bolani katta qilgandek mas'uliyatga ega bo'lasan degan insonlar ham bo'ldi. Lekin ayolim unday emas. U qiz o'qimishli va fikrlashi deyarli bir xil. Qayerda yuribsiz, nima qilyapsiz deya tergab, injiqlik qilmaydi. Barcha narsani to'g'ri tushuntirganman va to'g'ri tushunadi. Mabodo uyga haftalab kelmasam ham mendan gumon qilmaydi. Bolaligimda onam juda qattiqqo'l bo'lganlar. Meni Shohrux Hamdamov bo'lishimga onamning roli juda katta. Bir marotaba uydan o'g'rilik qilib pul olib chiqqanimda oyoq qo'lim sinib ketguga qadar kaltaklaganlar. Shundan so'ng qaytib o'g'irlikka qo'l urmadim. Nima problemam bo'lsa, ko'chada o'zim hal qilib kelishga odatlanganman. 7 yoshimda otamdan ayrildim. Otam juda ham yaxshi inson edilar. Menga umuman qattiq gapirmasdilar. 7 yoshligimda otamdan ayrilganimdan so'ng onam shifokorlik kasblarini tashab savdogarlikka o'tib ketganlar. Ishonsangiz shu darajada yaxshi ishlardilarki, qoplab pul topar edik. Topgan pullarini onam menga berib, endi buni dollar qilib kel derdilar. Valyutada ishlaydigan bir opa bor edi. Domda yashardilar. Yosh jonimga o'sha qopni ko'tarib, domni 4-etajiga ko'tarib chiqardim. O'sha pullarni dollarga almashtirib kelar edim. Biror marta bu pullarni yo'qotib qo'ymaganman. Yoshligimizdan shunday tarbiyalanganmiz. Men ayolimni ishlatib qo'ymayman. Ayol kishi uyda o'tirish kerak. Qancha bilmi, ilmi bo'lsa, farzandlarga o'rgatish uchundir. Ko'chaga chiqib pul topib, oilani ro'zg'orini, oilani ta'minotini erkak kishi boshqaradi, deydi aktyor Shohrux Hamdamov.